Ozgina mana Alloh berib, ozgina shu $100, $200 pul topib qolib, borib kayf qilyaptim, boshqa qilyaptimi? Bo'ldi. Shu bilan keyin ertaga buni ko'p ko'ramiz. Ya'ni yosh kattalarda, bizda yoshligimizda mana bunaqa qilib yuborganmiz, anaqa qilib yuborganmizdan keyin ertaga 40 ga chiqasan-da, keyin yurasan keyin. Men yoshligimda mana bunaqa qilib yuborganman, anaqa qilib yuborganman, mana bunaqa kayf qilganman deb patsallarga maqtanishdan boshqa narsaga yaramaysan keyin. Qizingni uzatib, o'g'lingni uylantiradigan paytda birovni qo'liga qarab, bu hayot emas-da men uchun. Kerak bo'lsa aytaman, uxlama deyman. Uxlash kerak emas. 2 soat uxlasang yetadi. 22 soat ishla, 23 soat ishla, 25 soat ishla kerak bo'lsa. Keyingi sutkaga ham o'tkazib ol 1 soat. Mevasini ko'rasan. Nimani eksang, o'shani olasan. Bo'ldi. Bu mana shunaqa, bu hayotning qonuni shu. Nimani ekasan, o'shani olasan. Kayf qilib yursang, trading qilsang, totalizator o'ynasang, tabletkani ichsang, ertaga o'zidan o'zi osmondan tushib zo'r bo'lib ketmaysan. Alloh beradi, Alloh beradi, gap so'z yo'q. Sababini qilsang beradi. Qatdan u kayf qilib yursang, kim senga madad beradi? Pul topasan, оборот qilasan, dasmiya qilasan, kerak bo'lsa tiyasan. Oilangdan ham tiyasan deganda qanaqa ro'zg'ori siqib qo'ygan deyotganim yo'q. Yoki ta'minotini siqib qo'yish emas. Просто bekorchi yurishlarni ozgina sabr qilasan.